Salom do'stlar. Bugun biz yana shu ikkinchisini olamiz. Mana sizlar Biz bilan do'st bo'lmoqchilar. qaysi mana shu qaysi novi meni obunachim aytinglar. Yoki meniki. Bizda ovozimiz o'xshaydi, ajrata olmasliklar ham mumkin. Ajrata olinglarda chiqib. Endi biz odamlar bilan, endi biz boshqalar bilan do'stlashamiz. Agar obunachilar bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Meni ismim bunaqa edi, men obunachizman deb qo'yinglar. Mana shu ham chiqishi mumkin. Mana Baxana. sekin o'tkazamiz. Shuni desanglar, keyin do'stlashib olamiz sizlar. Ro'moq do'stlashasan? Ne do'stlashish o'rganmoqchi. Mo'l. Hay ko'p ko'zimdan do'stlashishga. Endi topib ko'ramiz biz. Kimni nima deb yozamiz? Mihat bilan do'stlashaylik. Davay, bu men ham keyin do'stlashaman-da. Roblox ismi ham shunaqami ekan? Savolda. Roblox ismi ham shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lsin-da. Hadi skin esimda emas-da. Roblox bo'lishi mumkin. Robloxlar. U meni obunachim Mihat, uning ham YouTube kanali bor. U Emas. Soch chiqib mana yo'q. Mihat nima emasmi? Xil-ku. Xil. Mijay. Milia. Hozircha topolmayapmiz-da, Mihat ismi boshqacha bo'lishi mumkin. Mayli, unda boshqa yozamiz. Mubina deb yozib ko'rakchi. Sizlar mana shu videoga kommentariyaga yozinglar-da. Kimni qaysi obunachimiz ismi yoki obuna bo'lmaganlarning ismi Mubina. Yoki kimniki Farangiz ekan. Yozinglar. Biz albatta ko'ramiz. Meni ismim Farangiz deb yozinglar yoki meni ismim Mubina deb yozinglar. Ana Robloxda ismlaringni yozib qo'yinglar. O'sha yerga keyin biz do'stlashamiz-da. Skinlaring qanaqa aytinglar-da. Skinlaringlarni ham yozish kerak-da. Biz bilan do'stlashni bosib qo'ysanglar bo'ldi. Men Luboy bilan do'stlashib ketaveraman. Men ham faqat men qiz bola bo'lsa kerak-da, qiz bolaga o'xshagan bo'lsa kerak. Biz videolarimiz o'zi faqat qiz bolalar ko'rishi kerak. O'g'il ko'rmasa kerak. Qarindoshlar ko'rishi mumkin. Qarindoshlarga qiz bola emas-da. Obuna deb yozaylikchi. Obuna. Qani chiqqanmikan? Chiqsin-da, chiqsin. Obuna. Bu nimaga Dili. Obuna. Bro. Tak, qaysi bilan obuna bo'lamiz? Roblox'i bor qizlar bilan. Endi sizlar Roblox'imiz yo'q, do'st bo'lmaymiz demanglar. Mayli, sizlar obunachimiz bo'lsanglar mayli. Qani Roblox'i borlar? Roblox'i bor qiz yo'q ekan. Ayo'mi? Bor ekan. Mana Roblox'i bor, Roblox'i. Men do'stlashga to'g'ri. Xo'p, shuni. Onlayn o'tiribdi. Onlayn. Mayli, do'stlashdik. Agar u do'stlashsa biz bilan короче-da. Mana Alloh qo'shadi. Yo'q, u bilan do'stlashmaymiz. U Alloh qo'shadi ekan. Do'stlash qo'ydimi o'sha? O'chirib tashlaymiz baribir. O'chirsa bo'lardi. Voy, nimadir bo'ldimi bizga? Mayli. Roblox bor qiz bormikan? Biz qaysi o'yinni o'ynashimizni bilmayapmiz, do'stlar. Shuning uchun bizga aytinglar-da, qaysi o'yinni o'ynab chiqar ekan? Qaysi o'yin? Sochimni qaranglar. Men Roblox'im bor. Mana ular ekrandan ko'radi-ku. Men Brookhaven o'ynaylik. Brookhaven. To'xta. Obbi o'ynaymizmi? Obbi.
Ha, bu kanal o'zlari yozadi. Men yozaman. Men aytaman. Kommentariyga sizlar yozinglar, qaysi hobby yoki qaysilarini chiqarishdi. Qarsak sizlar uchun. Like yo'qmi kana? Sir body. Soldat. Shunday bo'laman. Mana maymun Zeslam. Ha, Islom maymun. Get. Get job. Bemalol do'stlar sizlar biz bilan Chiqib boshidan kirib olyapman. biz sizlar uchun biz sizlar bilan do'stlashmoqchimiz. Kimdir men bilan Biz bilan do'stlashsak keyin biz sizlar bilan o'ynaymiz yoki bizni o'yinda ko'rib qolsanglar mabodo. Men skinim taniysizlar. Princess Mobidan skinini ham taniysizlar. Bizni o'yinda ko'rib qolsanglar yozinglar-da. Men farangiz, men sizni obunachizman yoki Princess Mobidan men sizni obunachizman deb yozinglar. Kanalga xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.